Ikki xonali Novostroyka kvartiramizni obzoriga kelganmiz. Bu birinchi xonamiz bo'ladi. Remontlari chiroyli remontdan chiqqan, umumiy isitish sistemasiga ulangan, konditsionerlari qoladi shu uyda o'zida. Mana bu yerda ham katta televizorlari bor, bular ham qoladi. Kirib kelish eshiklari mana bu yoqdan bo'ladi. Kirib kelganimizda to'g'rida ikkinchi xonasi joylashgan. Uyimizning manzili 7-mikrorayon. Shundoqqina mustaqillik turar joy majmuani yonidagi domladan hisoblanadi. Etaji ham 2-etajda joylashgan. Bu esa sanuzel hojatxonalari edi. Bu yerda esa oshxonamiz joylashgan. Konditsioner, avtomat kir moshina, kuxonli mebellar qilib qo'yilgan tayyor. Bu yerda ham 18 tali konditsionerlari bor. Uyimizni ko'rdinglar. Uyimizning narxi 450 million so'm. 5 etajli domda 2-qavatida joylashgan 2 xonali uy uchun juda ham zo'r narx.